Shamsiddin, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, xo'jalar yaxshi charchamayapsiz? Yaxshi oldingiz. Rahmat. Shamsiddin o'tgan safar yosh oilalarimizga va investitsiya qilmoqchi bo'lganlarga bitta zo'r variant qilib berdingiz, 41 kvadratli. Hozir bitta iltimos bilan kelyapman. Farzandlari bilan turadigan oilalar uchun ham bitta variant qarab bersangiz. Bo'ldi. 2 xonalimi, 3 xonalimi. O'tirib oling, men sizga ko'rsatib beraman. Men sizga 2 xonali, o'sha xonalari kattaroq bo'lgan uyimizning planirovkasini hozir sizga ko'rsatib beraman. Qarang. Siz aytayotgan 64 kvadratli bor. O'sha sizga ma'qul keladigan. Hozir bu chizmasi ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan kiraverish bo'ladi, chap qo'lida sanuzel dush joylashgan bo'ladi. To'g'ringiz desa yotoqxona bo'ladi, yotoqxonada ochiq balkon bo'ladi. Bu yoqda katta mehmonxona bo'ladi, keyin oshxona bo'ladi, oshxonaning ikkita derazasi bor. O'tgan safar sizga ko'rsatgan uyimdan ko'ra bu razmerlari ham katta. Misol uchun mehmonlar ko'p sig'adi. Bu yoqda yotoqxonasi ham kattaroq. Mana bu yoq to'g'ri 60 ga 510. Ko'proq odam sig'adi. Siz xohlaganingizdek razmerda. Ikkala xonaga ham yorug'lik tushib turadi. Ikkita xonadonga ham yorug'lik tushib turadi. Mabodo buni mehmonxonani misol uchun farzandlar uchun ham отдельный o'sha детский qilib tursa bo'ladi. Mehmon kelganda kutadigan holatda yana to'g'rilab foydalanaversa bo'ladi. Bo'ladi aka. O'zligi xohlagancha qilsa bo'ladi. Bo'ldi, tushundim. Buni narxlarini qanaqa holatda qilib berasiz? Aka, hozir aksiyamiz tugagan, lekin tugadi. Ha, tugadi. Lekin misol uchun o'sha to'lovlari, o'sha faqat oylik to'lovlarda farq bo'ladi. Misol uchun 49 million bosh to'lov yo 99 million bor. Bosh to'lovsiz variantlarimiz ham bor. Faqat kvadrati ozgina farq qiladi. Tushunishim bo'yicha boshlang'ich to'lov miqdori o'zgarmagan. O'sha 49 million, 99 million yoki 100% to'lov holatda yoki bosh to'lovsiz olmoqchi bo'lganlar bemalol foydalanishsa bo'ladi. Faqat oylik to'lovlarda ozgina o'zgarish bor deysiz. Sizga boshlang'ich to'lovli variant qilib beraymi yo boshlang'ich to'lovsizmi? Ikkala variantni ham bitta solishtirib ko'rsatib bersangiz, keyin ma'qul kelganini tanlaymiz. Bo'ldi aka, qarang. Agar boshlang'ich to'lovsiz oladigan bo'lsangiz, 12.800 ming so'mdan tushadi oylik to'lov. Agar boshlang'ich 49 million so'm to'laydigan bo'lsangiz, 10.383 ming so'mdan tushadi. Sizga bonusiga har kvadratdan 1.5 million so'mdan o'tib beradi. Shunda umumiy uyingiz tannarxidan 96 million so'm chegirma bo'ladi. Siz to'lagan 49 million so'mni ham ayirib tashlang. Agar 99 million bosh to'lov qiladigan bo'lsangiz, 8.483 ming so'mdan tushadi. Har kvadratdan 2.5 million so'mdan o'tib beramiz. Shunda sizga uy umumiy tannarxidan 160 million so'm skidka qilib beramiz. Zo'r. Sizga aka qaysi variant to'g'ri keladi? Boshlang'ich to'lovlimi yo boshlang'ich to'lovsiz varianti? Boshlang'ich to'lov bor, xudo xolisa, taxminan shu 100 millioncha kirish plan bor. Tanishlarimiz ham bor. 49 million, shu 50 millionlik bosh to'lov bilan ham olmoqchi bo'lganlar. Bo'ldi aka. Shu ikkala variantni mabodo tanishlarimiz ham kelishsa, qilib bera olasizmi? Qilib bera olamiz, faqat bu uyimiz 12 ta qolgan. Faqat bu uydan 12 ta qolgan xonadonda. O'tgan safar 11 ta qolganda, undan hozir 4 ta qoldi. Bunimiz hozir 12 ta bor. Demak, tezroq kelib, iloji boricha tezroq bo'lib ulgursa, o'shalarga nasib bo'ladi. O'zligi, misol uchun pastroq qavatdan olaman deydigan bo'lsa ham hozir bor. Kelib turib, ko'rib, o'zi yoqtirgan qavatdan olishsa bo'ladi. Hozir faqat. Zo'r. Ko'pchilikda mana shu narx ko'tarildi, aksiya tugadi deb turib, juda baland bo'lib ketdimi degan qo'rquv bor edi menimcha. Demak, bemalol, bexavotir ofisga kelishsa bo'ladi. Bemalol kelishsa bo'ladi. Qulay narxda o'zlariga xudo xolasa yaxshi variantlarni qilib berishga harakat qilamiz. Bo'ldi, tushundim. Qarang, buning uchun shu planirovkani olmoqchi bo'lganlar yoki boshqasini tanlamoqchi bo'lganlar nima qilish kerak? Buning uchun pastda hozir raqamni qoldiramiz. Unga aloqaga chiqib turib so'rashadigan bo'lsa, ularga batafsil ma'lumot beramiz.